oilada bo'ladi-ku. Ko'p erim bilan urushib qolardim-da. Adamga xuddi bir adam mana anaqa qiladigan dardimga borib yig'lab, bular bo'lmas gaplarni aytib, ko'p ayol o'zi yolg'on gapiradi-da, shuni ham aytib ketay. Urmagan bo'lsa ham urdi deb aytadi. Keyin mana shunaqa deb, ana najot izlab borsam, adam oldilariga o'tkazib olib, menga tushuntirardilar-da. Qizim, erkak kishiga bola kerak emas. Ayol kerak. Sen ayol bo'lsang, yaxshi ayol bo'lsang, ering seni yaxshi ko'radi, sendan ketmaydi. Sen ayollik vazifalaringni bajara olyapsanmi deb o'tkazib mana o'shardilar. Shunaqa ichimdan yig'lardim. Anaqa o'z qizini anaqa qilyapti, yonini olmayapti. Ada nimaga u sizga begona-ku, men-ku qizingiz deb aytardim-da. Hozir qarasam, adam rahmatli menga tashlab ketgan eng katta boyliklari erimni mendan ustunligini doim menga ta'kidlaganlar-da. U erkak. Sen ayolsan, vazifangni bajar. Kelganda bunaqa kutib ol. Bunaqa qildingmi? Даже telefon qilib, ovqat qildingmi derdilar-da. Hech qachon ko'chadan olib kelma, ovqat olib keltirma, o'zing qil deb shunaqa tushuntirardilar-da menga. Agar o'sha paytda meni boshimni silab, meni bitta erkak qizimni olib olib, sen nima qilyapsan deganlarida adam, o'sha hayot bo'lmagan bo'lardi.